Assalomu alaykum. Toshkent shahar Chorsu gul bozori gul ishqibozlar yaxshimisizlar? Sizlar xonadoningizga tinchmi? Sizlar bilan Chorsu gullari kanalida ko'rib turganimizdan, Oynai jahon orqali ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Sizlar bilan qiynalmayapsizlarmi? Mana Xudo xolisa ancha kunlar ham salqinlab qoldi. Mana sizlarga chiroyli sevdim gullarimizni ko'rsatmoqmiz. Mana bularning arasi zo'r, joni baquvvat, issiqqa, suvsizligiga chidamli. Juda ham chiroyli bo'lib gullaydi. Mana tayyor bo'lib qo'nchilab yotibdi. Gulining rangi ro'zviy bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Bular endi mana ochiladigan davriga keldi. Bularning narxi 35-40 har xil kesarik kelishib beramiz. Mana qaranglar, bo'ylari ham juda ham chiroyli. Yana ko'p yillik joydan chiqib turadi. Chiroyli bo'lib. Mana bitta chibreslarimiz bor mana. Bular juda ham hidli bo'ladi. Hidlari juda ham maza. Xonadonidagi kislorodlarni chiqazib turadi. Maza qilib tabiiy o'rmon, tog'larning hidi keladi. Bundan hidi juda ham приятный. Ham chibres mana. Qaranglar, ranglari ham o'zi ham juda ham chiroyli. Bular vechniy zeleniy, qishin yozin bir xil bo'lib turadi. Bularning hammasining narxi 35 mingdan. Mana bu lavandalarimiz ham bor. Lavandalarimiz frantsuzskiy. Juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Mana qaranglar gullarini. Bularimizni ham narxi 40-35 dan qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r. Foydali. Mana xrizantema globus gullarimiz. Bularimizni narxi 30-25 dan qilib beramiz. Bej xil rangi bor. Juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Qaranglar. Yaponskiy olchamiz, Asilion. Buni oldingi videolarimizda ham aytib o'tdik. Hozir mana yoniga borib olib, yana bafur tushuntirib beraman. Bu vechniy zeleniy, qishda bay to'kmaydi. Ko'p yillik, joni baquvvat, dekorativniy bo'lib turadi. Mana gullari, marjonlari juda ham chiroyli bo'lib, yaltirab, ko'zga qarab chiroyli ko'rinadi. Mana qaranglar, juda ham zo'r. Juda pomidorga o'xshaydi. Xolisanglar xonaga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zidan xushbo'y hidi ham bor. Kimlargadir yoqadi, kimlargadir yoqmaydi hidi. Lekin chiroyli bo'lib turadi. Bu ham o'zidan kislorod chiqazadi. Qo'liga ekib qo'yadigan bo'lsanglar, qishda sovurib ketmaydi. Bemalol turadi qo'lingizda. Juda ham chiroyli bo'lib, baylarini to'kmaydi. Vechniy zeleniy bo'lib turadi. Qaranglar, ko'rinishi ham juda ham zo'r. Mana bitta fikslarimiz bor. Qora shahzoda juda ham chiroyli o'sgan. Mana qaranglar. Peshni. Bularning narxi 100 ming 80 dan qilib beramiz kelsangiz, Xudo xolisa. Juda ham zo'r. Oleandralarimiz, kitasi rozalar qo'nchilab yotibdi mana. Juda ham zo'r. Kitasi rozamiz 80-70 mingdan, amlarimiz 50 mingdan. Mana bu yerda sanqetsamiz bor. Sanqetsalarimizni narxi 25 mingdan, juda ham zo'r. Xonani havosini, kislorodini ta'minlab beradi. Mana bu yerda Benjamin fikslarimiz bor. Pyusri bayligi, fikslarimizni Safiya sorti, mushkambar, shefler. Bularning narxi aralashib 30 ming so'mdan bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Mana bu Benjaminlarimiz mana bunaqa bo'lib, katta bo'ladi, mana shunaqa bo'lib. Chiroyli bo'ladi. Hop, keyin mana bu yerda jasminlarimiz bor. Qumuzning jasmin, bularning hidi juda ham zo'r bo'ladi. Uyga qo'ysanglar, hidlari приятный bo'lib, xushbo'y bo'lib turadi. Ana xonaga bir xushbo'ylik berib turadi, hidi juda ham zo'r. Maza qilasizlar. Mana bu yerda shamshotlarimiz 120 mingdan boshlanadi. Bu yog'i 150 ming, 180 minggacha. Razmerlari har xil. Ko'rasizlar. Mana bu yerda kaktuslar ham bor, xilma-xil. Aloe veralar mana. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Ularning narxi 20 mingdan boshlanadi, u yoqqa ketadi 100 ming, 150 minggacha. Ayni juda ham zo'r narsalar. Mana bu shohratami gullari. Chiroyli bo'lib yotibdi. Mana vitamin udabraylar, qaralar mana. Qaranglar. Anaqaga. Jimeydami?
orxideyalarga solingan karalar, vermikulitlar, perlitlar, universalniy biogomuz torflar, mana xilma-xil narsalar. Shuna sho'rib hamyonlarga kelsangiz sotishadi. Universalniy torf, kisi torf, biogomuz, xilma-xil narsalar. Atirgullar. Amatlup salomlik. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nechi pulmanmi olash alpay baylaringiz? 10 mingdanmi? Salomlik. Voy, o peshni yeganda kesib shoxlatibsiz-da. Chiroyli qilib, ha? Pulga arziydi. 10 mingdan ekan bular qaranglar. Juda ham zo'r chiroyli. Peshni olib ko'rsatdik. Hamda mana pentuz gullar. Pentuz har doimgidek tengsiz gul. Maqtovlarga sazovor gullar ham bu rosa zo'r gullaydi. Nechi pul bular 10 mingmi? Ham kartochka gulingiz nechi pul? 30 mingga qilib berasiz. Mana gartenziyalar nechi pul? Siz arzonroq? Dehqonsiz-ku? 200 mingmi? Juda ham zo'r, chiroyli. Xilma-xil rangi. 10 ming. 5 mingdan. Abdu voqea deb keladilar. Ular juda ham chiroyli mana. Bemalol xarid qilaverasizlar. Kartenzalar narxini aytdik 200 mingdan. Ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Mana optimistik kartenza bor ekan. Oq bo'lib ochilagan. Astralar. Qora ko'z rodbikalar. Vasilyon. Mana yarimdorlar. Alibozor. Mana yarimdorlar ham bor ekan. Mana qaranglar solib yotibdi g'uj-g'uj. Bular menimcha 10 mingdan bo'lsa kerak narxi. Juda ham zo'r. 10 ming? Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Mana bozorimizda juda ham chiroyli. Gullar bilan juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Mana har doimgidek sizlar bilan muhomadali bo'ldi. Toshkent shahar Chorsu gullari. Sizlar bilan onajon orqali ko'rishib turganingizdan baxoyat xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatib borishda davom etinglar. Like, kommentlarni kutib qolamiz. Videolarni eng yaqin ko'rgan tanishlaringizga yuborib qo'yishingizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Yanada qiziqarli videolarni xudo xolisa chiqarib borishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim ko'rishguncha xayr.